Bir safarlik poyezdga chipta olib Dehlidan Mumbayga kelganida uni ko'rganlar bu katta burun va past bo'y bilan sendan faqat epizod rol ijrochisi, figurant chiqadi deyishgandi. Hammaga salom. Men kabi hind kinosini sevadigan va tadqiq qiladigan insonlar borligi menga juda ham yoqadi. Bugun stolimizda shunday bir ism borki, uni hatto yomon ko'rgan odamlar ham ich-ichidan yashirincha hurmat qiladi. Dunyoning eng boy aktyori, 1,5 milliard dollarlik boylik egasi Shohruxxon yetim bir yigitcha Mumbay ko'chalarida cho'ntagida atigi bir necha rupiya bilan aylanib yurganida, qanday qilib har bir metro bekatida, har bir devorda bo'y bastining surati turgan odamga aylangani, mafiya bilan aloqalari, janjallari va farzandlari bilan qanday muammolarga duch kelgani haqida gaplashamiz. Choy va qahvalar tayyor bo'lsa, Bollivudning haqiqiy qiroli dunyosiga kirib boramiz. Uning mojarolarga boy hikoyasi Dehlining teatr sahnalarida boshlandi. Unga asosan yengil rollar beriladigan yosh yigitcha edi. Kamera qarshisiga ilk bor 1988-yilda Ennining boshdan kechirgan kulfatlari nomli telefilmda ismsiz rol bilan chiqdi. Uni hech kim payqamadi ham. Biroq uning taqdiri 1989-yilda suratga olingan Armiya seriali bilan o'zgardi. Aslida faqat epizod bo'lishi rejalashtirilgan Abhimanyai qahramoni Shohruxxonning aktyorlik mahorati tufayli to'satdan serialning bosh roliga ko'tarildi va Hindiston uni tanidi. Ayni shu vaqtda hayot unga eng og'ir zarbasini berdi. Avval 1981-yilda otasini saraton kasalligidan, so'ngra karyerasini endigina boshlayotgan paytda 1981-yilda uning eng katta destakchisi bo'lgan onasini yo'qotdi. Bu o'limlar unda ham g'azabga to'la shijoat, ham rejissyorlar yillar davomida foydalanadigan o'sha mashhur ma'yus ko'zlarini qoldirdi. Onasining o'limidan so'ng bu qayg'udan qochish uchun cho'ntagidagi atigi bir necha rupiya bilan Mumbaydan panoh izladi. Do'sti Vivek Vasvanining uyida yashab, bir kuni Mumbaydagi bir ko'prikning ustida turib, shaharga qarab, o'sha afsonaviy qasamyodini qildi. Bir kuni bu shaharni men boshqaraman dedi. Bollivuddagi debyuti 1992-yilda Devona filmi bilan bo'ldi. Filmning ikkinchi yarmida mototsikl ustida shamolga qarshi qo'shiq aytib kirib keldi. 1993-yilda esa hech kim jur'at eta olmaydigan ishni qildi. Firibgar filmida qasos olish uchun bir ayolning binodan tomidan tashlab yuborgan maxluqni, salbiy qahramonni o'ynadi. O'sha davrda bosh rol aktyori uchun salbiy qahramonni o'ynash karyerani barbod qilish bilan barobar edi. Amir Xon, Salmon Xon kabi ismlar imijimiz buziladi deb bu rolni rad qilishgandi. Undan keyin kelgan Muhabbat va qo'rquv filmida esa psixopat oshiqni gavdalantirdi. Ko'ksiga sevgan ayolning ismini pichoq bilan ustara bilan o'yib yozgan o'sha xavfli odamni ataylab himoyasiz va ayanchli holda taqdim etdi. O'sha paytda matbuot bu odam yoshlarning psixologiyasini buzyapti deb jar solardi. 90-yillarda Mumbay mafiyasining ham avj olgan davri edi. Shohruxxon yuksalib borar ekan, telefonlari ham tinmasdi. Qo'ng'iroq qilayotganlar prodyuserlar emas, balki ulush, shantaj puli so'rayotgan mafiya boshliqlari edi. Hatto bir safar u suratga olish maydonchasida o'lim bilan tahdid qilingan. Ammo u Dehlidan olib kelgan o'sha olovli jasorati bilan mafiyaga qarshilik ko'rsatdi. Yillar davomida o'qitmas mashinalar va qo'riqchilar bilan yurdi. Lekin hech qachon ortga chekinmadi. 90-yillarning o'rtalarida Shohruxxon o'z strategiyasini o'zgartiradi. O'g'irlanmagan kelin, ya'ni hammamiz sevadigan film bilan u endi psixopat emas, balki Hindistonning madaniy elchisiga aylanadi. Bu film Osiyodan Yevropagacha, Amerikadan Yaqin Sharqgacha avval xorijda yashayotgan hindlarning, keyin esa barcha insonlarning qalbiga yetib bordi. G'arbda yashashing mumkin, charm kurtka kiyishing mumkin, lekin qalbing hindligicha qolishi kerak degan xabar Shohruxxonning shunchaki aktyordan o'rnak oladigan darajaga ko'tardi. Bu film qariyb 30 yildan beri Mumbaydagi bir kinoteatrda hali hanuz bugungacha namoyish etib kelinmoqda. Bir film haqida o'ylangki, uni otalar tomosha qilgan, hozir esa ularning farzandlari ham tomosha qilmoqda.
Bu jarayonlarda uning hayotidagi eng katta suyanchig'i 1991-yilda sevib turmush qurgan rafiqasi Gauri Chibber edi. Gauri o'sha mashhurlik tartibsizliklar ichida unga oddiy va osoyishta hayot taqdim etdi. Xo'sh, bu ajoyib turmushda hech qachon tebranishlar bo'lmadimi? 2011-yilda pichirlab gapiriladigan ulkan taqiqlangan sevgi mojarosi portladi. Ismini aytmayman, lekin siz uni Don filmining suratga olish maydonchasida o'sha davrning eng mashhur aktrisalaridan biri sifatida Shohruxxonning o'rtasidagi yaqinlik borligi haqidagi gaplarni Gaurining qulog'iga yetib boradi. Mish-mishlar altyuminiyum qo'ygan, yo bu ayol bilan boshqa hech qachon ishlamaysan yoki bu turmush tugaydi degan Gauri Shohruxxonga. O'sha kundan keyin Shohruxxon va o'sha mashhur aktrisa boshqa hech qachon yonma-yon kelishmadi. Filmlar ketma-ket kelaverdi. Shohruxxon prodyuser ham bo'lishni xohlardi. Biroq 2000-yilda uning ilk prodyuserlik ishi bo'lgan Qalban hindistonlikmiz filmi kassada muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Shu davrda Hrithik Roshan bo'ron kabi ko'tarilgan, hamma qirolning davri tugadi deb pichirlay boshlagan edi. Bu uning karyerasidagi eng qiyin nuqta edi, ammo u nolishni rad etgan yulduz sifatida o'z mavqeini qaytadan qurishga qaror qildi. 2002-yilda Red Chillies Entertainment kompaniyasiga asos solganida hamma bunga qarshi chiqdi. Ammo Shohruxxon Bollivudning eng katta kamchiligini ko'ra olgan edi. Bu texnologiya edi. U o'zining vizual effektlar studiyasi Red Chillies VFX ni tashkil qildi. Bugun biz tomosha qilayotgan o'sha ulkan byudjetli jangovar filmlarning, hattoki raqiblarning filmlarining ham vizual effektlarini uning studiyasida tayyorlanadi. Biroq u biznes hayotida o'z imperiyasini qurayotgan bir paytda shaxsiy hayotida katta zilzilalar boshdan kechirayotgan edi. Aynan qirolning mustahkamlab olgan o'sha davrda Bollivud tarixidagi eng katta janjallardan biri yuz berdi. Bir vaqtlar aka-uka kabi bo'lgan Salmonxon va Shohruxxon 2008-yilda tug'ilgan kun kechasida urushib ketishdi. Iddialarga ko'ra, mushlar havoda uchgan, haqoratlar qilingan. Rosa 5 yil davomida bir-birlarini yuziga ham qarashmadi, nomlarini tilga ham olmadi. Shunga qaramay Shohruxxon romantikani ham tark etmadi. Devdas filmi bilan klassik va murakkab rollarini ham a'lo darajada uddalay olishini isbotlab, taxtini yanada mustahkamladi. Xo'sh, qanday qilib bir aktyor Tom Cruise, Brad Pitt yoki Leonardo DiCapriodan ham boyroq bo'lishi mumkin? Buning javobi kriket. 2008-yilda Shohruxxon Kolkata Knight Riders kriket jamoasini sotib oldi va bu jamoa shunchaki sport klubidan hayot tarzi brendiga aylandi. Bugungi kunda bu jamoaning qiymati yuzlab million dollarni tashkil etadi. Kichik bir ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Hindistonliklar futbolni yoqtirishmaydi. Ular telbalarcha kriket tomosha qilishadi. Shuning uchun sportning cho'qqisi kriket demakdir. 2012-yilda Vakhane stadionida yuz bergan voqea katta mish-mishlarga sabab bo'ldi. Qo'riqchilar bilan janjal kattalashdi va kameralar bu voqeani muhrladi. Shohruxxon farzandlarimga hurmatsizlik qilindi deb o'zini himoya qildi, lekin natija o'zgarmadi. Stadionga kirishlari yillar davomida taqiq qo'yildi. Voqea shunday bo'lgan edi. Shohruxxon o'ziga tegishli kriket jamoasining o'yinini tugaganidan keyin jamoasini tabriklash uchun maydonga tushadi. Bu esa stadionning xavfsizlik xizmati xodimlari bilan keskin tortishuv yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Qo'riqchi uning maydonga kirishga ruxsat bermoqchi bo'lmaydi. Shohruxxon esa farzandlari va oilasi o'sha yerda ekanligini, ularga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lganligini da'vo qiladi. Bahs kattalashadi, ovozlar ham ko'tariladi. Kameralar hammasini yozib oladi. Ba'zi da'volarga ko'ra Shohruxxon qo'riqchilarga og'ir so'zlar aytgan, hatto jismoniy kuch ham ishlatgani ham iddao qilinadi. Natija nima bo'ldi deysiz? Kriket ligasi Shohruxxonga Vakhane stadioniga kirishni taqiqlab qo'yadi. Taqiq 5 yil davom etadi. Shohruxxon: "Men hech kimga hujum qilmadim, lekin farzandlarimga qilgan hurmatsizliklarga ham jim qarab tura olmasdim" deb o'zini oqlaydi. 2017-yilda Shohruxxon bu borada aybdor ekanligini tan olib, uzr so'raydi. Bu voqea Shohruxxonning imajiga ancha putur yetkazgan voqealar sifatida tarixga kiradi. Bu davrda u ko'chmas mulkka ham katta sarmoyalar kirita boshlaydi. Dubay va Londondagi mulklar bilan daromadlarini
yanayam oshirishni boshlaydi. Kichik muammolar bo'lsa-da, hayotim juda mukammal ketayotgan bir paytda 2021-yilda katta bo'ron boshlanadi. Uning o'g'li Aryan Xon kemada reyd paytida giyohvandlikda ayblanib hibsga olinadi. O'sha paytda ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan Shohruxxonning dushmanlari qo'llarini ishqalay boshlashadi. Qirolning toji tushyapti, milliardlab dollarlari bor, lekin o'g'liga tarbiya berolmayapti deb sarlavhalar yoziladi. O'sha davrda Shohruxxon haftalar davomida jim yuradi. Bitta Twitter ham yozmaydi. Na matbuot anjumani o'tkazadi. O'g'li qamoqda ekan, har kuni uni ko'rishga boradi. Ota sifatida matonat bilan tik turadi. Yakunda Aryanning begunoh ekanligi, bu voqea aslida Shohruxxonni obro'sizlantirish uchun uyushtirilgan fitna ekanligi ma'lum bo'ladi. Ammo bu jarayonda Shohruxxon chekkan azob uning yuzida aks etgandi. Odamlar uni tugadi deb o'ylashdi, lekin o'zini tiklay olishmaydi degan fikrlarni Shohruxxon yana noto'g'riligini isbotlab beradi. Aryan voqeasidan oldin ham ishlar yaxshi ketmayotgan edi. 2018-yilda Zero filmi kutilgan natija bermadi va Shohruxxon uzoq vaqt film suratga olish maydonchalaridan yiroq turdi. Bu davrda ko'pchilik uning davri tugadi deb o'yladi. U esa tanaffus qilib, sohani kuzatdi. Janubiy Hindiston kinosining yuksalishini va tomoshabinlarning didi o'zgarganini ko'rdi. Keyin esa u uslubini yangilab, yanada jiddiyroq qaytish uchun jismoniy jihatdan tayyorlana boshladi. 2023-yil yanvarda Patan ekranlarga chiqqanida Hindiston lahzaga keldi. 57 yoshli Shohruxxon preslangan qorin mushaklari, uzun sochlari va qo'lida pulemyot bilan qaytib kelgandi. Qirol o'ldi deganlar kinoteatr oldida navbatga turishdi. Film 27.8 million dollarga suratga olingan bo'lsa, 116.7 million dollar daromad keltirdi. Undan keyin kelgan Javan filmi esa tizimdagi korrupsiya, dehqonlarning muammolari va adolatsizlikka qarshi e'tibor qaratdi. O'g'li orqali unga hujum qilganlarga filmdagi gaplari bilan javob qaytardi. Men bilan o'ynashishdan oldin otam bilan gaplash degan sahnasi aslida hayotdagi haqiqiy dushmanlarga yo'llangan xabar edi. Bir yilda 3 ta ulkan film taqdim etib, 289 million dollar ishlab topgan yagona aktyorga aylandi. Shohruxxonning eng buyuk kuchi o'zini doimiy ravishda yangilab borishidir. Bugun 20 yoshli yoshlar ham uni hamon sevimli aktyori deb bilishadi. Chunki u ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy PR tili bilan emas, balki samimiy va hazilomuz uslubida foydalanadi. Tanqidlarga ham intellektual va hozirjavoblik bilan javob qaytaradi. Bu hozirjavobligi uni Z avlodi yoshlari ko'zida ham zamonaviy, ya'ni cool ko'rsatadi. U o'zini yetishib bo'lmas yulduzdek emas, odamlarga yaqin insondek tutadi. Shohruxxon endi bor e'tiborini qizi Suhanaxonga qaratdi. Qizining ilk ishi tanqid qilingan bo'lsa-da, uni qo'llab-quvvatlamoqda va karyerasini qadam-ba-qadam rivojlantirishga harakat qilyapti. Bollivuddagi nepotizm, tanish-bilishchilik bahslariga qaramay, Suhanani ongli ravishda tarbiyalab, o'z merosini unga tayyorlamoqda. O'g'li Aryan esa aktyorlik o'rniga rejissyorlik yo'nalishini tanlamoqda. Xullas, Xon oilasining bu sohadagi ta'siri yangi bir davrga qadam qo'ymoqda. Shohruxxonni qirol qilgan narsa nafaqat kassa yig'imlari, balki o'zgarishlarga moslasha olishidir. Romantikada ham, jangovar aksion janrlarida ham kerak bo'lganda rolini a'lo darajada o'ynaydi. Og'ir davrlarni boshdan kechirdi, tanqid qilindi, lekin har safarda qaytishni bildi. U bugun shunchaki bir aktyor emas, ulkan bir kuchdir. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Shohruxxon farzandlari Aryan va Suhanani ham o'z darajasiga ko'tara oladimi? Yoki u bilan birga bir davr yopiladimi? Sizningcha Shohruxxonning eng unutilmas filmi qaysi? Kommentariyalarda bittama-bitta o'qiyman. O'z fikringizni yozing. Shuning uchun menga yozsangiz xursand bo'laman. Videoni ham shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like bosishni, kanalimga obuna bo'lishni va bildirishnoma qo'ng'irog'ini yoqishni unutmang. Keyingi Bollivud voqeasida ko'rishguncha o'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.